Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Xabar kanalimizga xush keldinglar. Bugun 7-oyning 26-kuni. Amerika hukumatı Janubiy dengiz masalasida bayonot e'lon qilgandan keyin Xitoy Janubiy dengiz vaziyati bag'ansira jiddiylashib ketdi. Amerika davlati, Avstraliya davlati, Yaponiya davlati toki hozir qadar Xitoy Janubiy dengiz rayonlarida davomli harbiy manevr qilyapti. Amerika dengiz armiyasininki 2 Oyamatka dengiz qo'shini davomli Xitoy Janubiy dengiz rayonlarida urush manevrlarini davomlashtirib, Xitoy armiyasiga zo'r tahdid paydo qilib turyapti. Xitoy armiyasimi tunugundan boshlab Xitoy davlatining Haynando yerim orolining g'arb tarafiga to'g'ri keladigan Luizhou dengiz tavalligida harbiy manevrni boshlab etdi. Xitoy tunugun boshlagan harbiy manevrda ikki xil alohida bir ahvolni paydo qildi. U bo'lsa Xitoy harbiy taraf oldi bilan Luizhou dengiz tavalligini qamal qilish uqtirishni jakolabdi. Xitoy burungi vaqtlarda harbiy manevr qilmoqchi bo'lsa, Xitoyning dengiz ishlar idorasi oldin ola uqtirish chiqaradigan to'q. Bu qitimqi alohida ahvol Luizhou dengiz tavalligi qamal qilindi deb Xitoy harbiy taraf uqtirish e'lon qildi. Mana bu Xitoy armiyasining birinchi aloyligi. Ikkinchi aloyligi bo'lsa, bu qitimqi Xitoy armiyasining harbiy manevrining o't kuchi intayin zo'r. Xitoy harbiy tashviqot organlarining bildirishicha, bu qitimqi manevrga Amerika dengiz armiyasining Oyamatkasini maxsus cho'ktirib yetadigan Sharq Shamol 41-nomerliq boshqarilgan bombalarni ishlatgan. Bu demak, Xitoy armiyasimi Amerika dengiz armiyasining Oyamatka qo'shinlariga tahdid qilishni boshladi. Bu demak, Xitoymi Janubiy dengiz masalalari kelganda jiddiylikni texmi ulg'aytishni boshladi. Bundaq vaqtida G'arb dunyosimi Janubiy dengizdagi harbiy kuchni hassilab, kuchaytirib, Xitoy armiyasiga qaytarma zarba berishni texmi keskinlashtirib, natijada Xitoy Amerika o'rtasidagi dengiz urushi tuyuqsiz portlab ketishi mumkin. Biz oldin qitimqi xabarimizda deb o'tganga o'xshash, Amerika dengiz armiyasi Janubiy dengizda Xitoyning rosa bir adibini berib, Xitoy armiyasining hayvisini yerga urish ehtimolligi bag'ansira yiqilib kelyapti. Xitoy Amerika urushi yuz berish mumkinchiligi intayin yuqori. Bundaq deyishimizdagi sabab Avstraliya harbiy taraf bo'lsa, mushu 1-2 kundan buyon harakatlarini bag'ansira jiddiylashtirib, aktiv holatda birinchi qadamdalam Avstraliya havo armiyasi zo'r bir turkum havo armiyasini Tinch okeanining g'arbiga joylashgan Amerikaning Guam degan harbiy bazasiga avatib, Amerika havo armiyasi bilan birlikda jiddiy harbiy manevr qilib o'tibdi. Xitoy davlatiga yaqin bo'lgan Sharq dengiz tavalligi, Janubiy dengiz tavalligi va mushu dengizga tutash ketgan birinchi sap Orollar zanjiri va ikkinchi sap Orollar zanjiri tavalligida keskin jang bo'lib qolsa, bu jangda Avstraliya havo armiyasi va dengiz armiyasi, Yaponiya havo armiyasi va dengiz armiyasi yaqindan moslashib va yordamlashadi ekan. Buningdan boshqa yana Avstraliyaning tashqi ishlar ministri, davlat mudofaa ishlariga mas'ul ministri darhol Washington qarab uchibdi. Balkim bu qitimqi Janubiy dengizda portlaydigan urush to'g'risida, konkret masalalar to'g'risida Amerika hukumat arboblari bilan so'zlashadi ekan. Bu ish hozir nihoyatda jiddiy va tez bo'lib o'tibdi. Avstraliya hukumat arboblari Xitoy virus sababidan 3-oydan boshlab hech qanday ishlar bilan shug'ullanmay tinish shaklda turgan ekan. Bu qitim Avstraliya hukumat arboblari nihoyatda jiddiy holda ishga tushib, ikki ministr darhol Amerika Washington taraf qarab uchib, Amerika hukumat arboblari bilan ko'rishib, muhim masalalarni hal qiladi ekan. Kuzatuvchilarning faraz qilishicha, u muhim masala ehtimolligi intayin zo'r bo'lgan hamda jiddiylashayotgan Janubiy dengiz masalasi deb qaraydi ekan. Amerika va Avstraliya armiyasi bir tarafdan ehtimolligi bo'lgan krizisga uchrayotgan Xitoy hukumatı tuyuqsiz bir voqeani sodir qilib qo'yishi mumkin deganning oldini olib, yana bir jihatdan bo'lsa, ehtimolligi bek yuqori bo'lgan Janubiy dengiz tavalligida Amerika, Avstraliya armiyasi aktiv holda bir urush ochmoqchi. Shunga Amerika va Avstraliya ikki davlat arboblari jiddiy so'zlashib yetibdi. Avstraliya hukumati bo'lsa, xili burunlam Avstraliya fuqarolariga
uqtirish e'lon qilib, Xitoy davlatiga bormaslikni hamda Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini to'xtatishni, bo'libmi Hong Kong masalasi kelgan chaqda Avstraliya hukumati Xitoy hukumatiga qattiq norozilik bildirgan davlatning birisi ekan. Xitoy hukumatimi yüzüm chiqib ketmasin deb obro'y parazlik qilib turib, Xitoy fuqarolarining Avstraliyaga bormasligini cheklagan ekan. Bunda aytganda Avstraliya Xitoy o'rtasidagi diplomatik munosabatmi asosiy jihatdan to'xtab va uzilib ketdi deb qarashga bo'ladi ekan. Avstraliya hukumatimi Janubiy dengiz masalasi kelgan chaqda Amerika hukumatiga o'xshashlam Xitoy Janubiy dengizda yasab olgan orollarning hammasi qonunsiz, Janubiy dengizning 9-liniyaga qadar Xitoyning tavalligi degan safsatasi butunlay qonunsiz degan mazmunda Amerikaga o'xshashlam Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga doklad sungan ekan. Demak, Avstraliyaninki bu harakatlarimi Amerika hukumatining harakati bilan birdek shaklda Amerika davlatiga yaqindan moslashib, Janubiy dengizdagi Xitoy yasab olgan qonunsiz orollarni gumron qilishda Amerika hukumati bilan tanglam mos qadamda Xitoyning Janubiy dengizdagi butun egallab olgan orollarini tuzlab etishda tayyor bo'libdi. Endi Amerika hukumati nimishga mushu mezgilda bir qiziq urushni ilib bormoqchi bo'lib qoldi desak, bu vaziyatni Amerika davlatining ichki vaziyatiga bog'lasak bo'ladi ekan. Hammamizning xabari bor, Amerikaning bosh kotibi Pompeo apandi so'zlagan nutqisida biz bütün kuchimiz bilan harakatga o'tib, bo'libmi Xitoyning xalqi bilanmi yaqindan moslashib, hozirgi Xitoy hokimiyatini cho'qim o'zgartirishimiz kerak degan so'zni alohida eskartgan. Bu demak, Amerika hukumati Xitoy hukumatiga bo'lgan siyosatini jiddiy o'zgartiryapti. Bu demak, oldi bilan Xitoy hukumatining harbiy kuchining belini sundirib, ondan Xitoy davlat ichidagi hokimiyat kuchlarini pas holatga tushirib, oxirgi qadamda Xitoy hokimiyatini tubdan o'zgartirish yo'llari belgilanib bo'libdi. Shunga Amerika hukumati oldi bilan Xitoy armiyasiniki ko'ranglab ketayotgan hayvasini yerga urib, undan keyin Xitoy ichidagi har xil kuchlarninki taraqqiy qilishiga yaxshi sharoit yaratib berdi ekan. Bu orqali Xitoy hokimiyatining tezdan gumron bo'lish sur'atini tezlashtirdi ekan. Uningdan boshqa Xitoy hokimiyatiga qarata Amerika hukumati har xil jazo tadbirlarini keyin-keyindan yo'lga qo'ydi ekan. Bu Xitoy hokimiyati uchun intayin cho'ng zarba bo'ladi ekan. Undan boshqa Indoneziya harbiy tarafmi yaqindan Amerika armiyasiga yaqindan moslashib, Janubiy dengiz tavalligida Amerika armiyasiga mos qadamda Xitoy armiyasiga hujum qilish tayyorligini jiddiy ilib berayotibdi. Hozir Hindiston hukumat arboblari, Kanada hukumat arboblari, Angliya hukumat arboblari, Avstraliya hukumat arboblari va Yaponiya hukumat arboblari Amerika hukumat arboblari bilan jiddiy birlikda bosh qo'shib, Janubiy dengiz rayonida va kengri ketgan dengiz yuzida Xitoy bilan jang qilish tayyorligi boshlanib o'tibdi. Xitoy tarafmi keskin bir urushning portlashini his qilib o'tibdi ham uning burniga purab o'tibdi. Hamda Xitoyning iqtisodiy vaziyati texmo nachar holatga tushish, siyosiy jihatda texmo jiddiy krizis yuz berish, harbiy jihatda intayin xatarlik vaziyatning ko'rinayotganligini ko'rib turibdi. Shunga 2 kunning oldida Li Keqiang doklad yig'ini ichib, Xitoy davlatining har qaysi rayonlaridagi hukumat organlari ehtimolligi yuz beradigan jiddiy ishlarga sagak bo'lish, Xitoy xalqining turmushiga kafolatlik qilish, ishlab chiqarishga kafolatlik qilish, hukumatning ma'mur organlari xarajat masalasi kelgan chaqda 50% iqtisodchan bo'lish. Bu degani hukumat ma'mur organlarining iqtisodini 50% qisqartirib yetadi degan gap. Yig'ib aytganda Xitoy davlati hozir ichki jihatdan tabiiy ofatga yo'l qo'yotgan bo'lsa, yana bir jihatdan Xitoy xalqining ishsizlik masalasi bag'ansiri ig'irlashib, iqtisodiy masalasi bag'ansiri yomon vaziyatga qarab menib, tashqi jihatda bo'lsa, Amerika boshchiligidagi ittifoqdosh davlatlar bilan hayot mamatliq qattiq bir jangga duch kelibdi. Bugungi xabarimiz meshagicha, hammanglarning qimmatli vaqtiga ko'pdan ko'p rahmat.